Kichkina shahzodaning sayyorasida hamma vaqt oddiygina, behasham gullar o'sardi. Ular kambarg, beozorgina bo'lib, nihoyatda kam joyni egallar, ertalab ochilib, oqshom chog'i so'lib qolardi. Bu gul esa kunlarning birida shamolda qandaydir uchib kelib, sayyora tuprog'iga tushib qolgan urug'dan unib chiqqan edi. Kichkina shahzoda boshqa o't-o'lan, gul chechaklariga aslo o'xshamagan bu mo'jaz niholdan ko'zini uza olmasdi. Bordi u baobabning biror yangi xili bo'lsa-chi. Ammo nihol tez orada yuqoriga qarab bo'y cho'zishdan to'xtadi-da, g'uncha tugdi. Kichkina shahzoda umri bino bo'lib bunday katta g'unchalarni ko'rmagandi. G'aroyib mo'jiza ro'y berajagini ko'ngli sezib betoqat kuta boshladi. Notanish, noma'lum g'uncha esa hamon yuz ochishni xayoliga keltirmas, yashil gumbaz ichra pinhon o'tirgancha hanuz o'ziga oro berardi. U qunt bilan rang tanlar, gulbarg liboslarni nozik badaniga bir-bir o'lchab ko'rardi. Yorug' olamga allaqanday lola qizg'aldoqqa o'xshab hurpaygan, to'zg'igan holda didor ko'rsatishni sira istamasdi-da. U husni jamolini bor latofati-yu butun jozibasi bilan namoyon etmoqni orzu qilardi. Ana shunday o'ziga bino qo'ygan go'zal edi. Sirli tayyorgarlik shu yo'sinda uzoq davom etdi va nihoyat bir sahar chog'i quyoshning ilk nurlari ko'rinishi bilanoq gulbarglar ohista ochildi. Bu lahzaga shu qadar uzoq taraddud qilgan go'zal esa shirin esnab, esizgina, barvaqt uyg'onib ketibman-ku, af eting meni, dedi. Hamma yog'im to'zg'ib yotuvdi-ya. Kichkina shahzoda hayrat va zavqini yashira olmadi. Naqadar chiroylisiz-a? Rostdanmi? Dedi gulg'uncha bunga javoban astigina. Balki sezgandirsiz, men quyosh bilan birga tug'ilganman-da. Kichkina shahzoda bu g'unchaning kamtarlik bobida namuna bo'la olmasligini payqadi. Biroq u shunchalar dilbar va latif ediki, odamni beixtiyor dovdiratib qo'yardi. Nonushta vaqti ham bo'lib qoldimi deyman, dedi u saldan keyin. Baraka topkur, menga yordam qilasiz-a? Kichkina shahzoda behad xijolat bo'ldi. Ko'zachada muzdek buloq suvidan keltirib uni sug'ordi. Ko'p o'tmay go'zal g'unchaning hiyla mag'rur va araschiligi ham ma'lum bo'lib qoldi-yu, kichkina shahzoda u bilan til topishaman deb rosa qiynaldi. Bir kuni gul poyasidagi 4 ta tikanni ko'rsatib, qani yo'lbars zo'r bo'lsa bu yoqqa kelsin. Men uning o'zidan ham, o'tkir tirnog'idan ham qo'rqmayman, dedi. Mening sayyoramda yo'lbars yashamaydi, deb e'tiroz bildirdi kichkina shahzoda. Keyin yo'lbarslar o't yemaydi. Men o't yemasman-ku, dedi g'uncha ranjib. Kechiring meni. Yo'q. Men yo'lbarsdan sirayam qo'rqmayman. Ammo yelvizak degan narsadan yuragim chiqib ketadi. Sizda parda yo'qmi? Meni shamoldan to'sib qo'ysangiz. G'alati-ya. O'simlik bo'la turib yelvizakdan qo'rqadi, deb o'yladi kichkina shahzoda. Juda ham ko'nglini topish qiyin ekan bu gulning. Bu yer rosa sovuq ekan. Kechqurun meni shisha qalpoq bilan o'rab qo'ying, xo'pmi? Sayyorangiz haddan tashqari befayz ekan. Men kelgan joyda-chi? Gulg'uncha gapini tugatib jimib qoldi. Chunki bu yoqqa u hali urug' chog'ida uchib kelgan edi-da. O'zga olamlar haqida shu bois hech narsa bilmasligi tabiiy edi. Osongina fosh bo'lishing muqarrar vaziyatda esa yolg'on gapirmoq borib turgan ahmoqlikdir.
Gulg'uncha hijolat tortdi. So'ng go'yo kichkina shahzoda o'zini uning oldida qanchalar gunohkor ekanini sezsin degan ma'noda ustma-ust yo'taldi. Qani parda, bormi? Men boya borib olib kelmoqchi edim, lekin gapingizni bo'lishga shunda Gulg'uncha yana qattiqroq yo'tala boshladi. Mayli, uning vijdoni battar qiynalsin. Kichkina shahzoda garchi bu Feruza Gulni yaxshi ko'rib qolgan, unga xizmat qilishdan baxtiyor bo'lsa-da, ko'p o'tmay ko'nglida shubha uyg'ondi. U shunchaki aytilgan havoyi gaplarni yuragiga yaqin olar, shu sabab o'zini benihoya baxtsiz sezardi. Bekor uning gapiga quloq solgan ekanman, deb qoldi u bir kuni menga. Hech qachon gullarning aytganiga quloq solmaslik kerak ekan. Ularga termulib, hidlaridan bahramand bo'lish lozim ekan xolos. Mening gulim butun sayyorani xushbo'ylariga burkagan edi. Men esa bundan faqat quvonish zarurligini bilmasdim. Yo'lbars haqidagi, tirnoq haqidagi anavi gaplarga kelsak, ulardan odamning ko'ngli zavq-shavqat bo'lishi kerak edi. Men bo'lsam achchiqlanib o'tiribman. Bir muddat sukut saqlab, anduh bilan e'tirof etdi. O'shanda hech nimani tushunmagan ekanman. Og'izdagi so'zga emas, amaldagi ishga qarab baho berish kerak edi. U menga o'zining muattar bo'ylarini armag'on etdi. Hayotimni nurga cho'lg'adi. Men undan qochmasligim kerak edi. O'sha qovushmagan xiyla nayranglar zamirida nozik bir latofat mujassam ekanini payqashim kerak edi. Axir gullar shunchalik beqarorki, ammo men nihoyatda yosh edim. Muhabbat sir asrorlaridan bexabar edim. Anglashimcha u jahongashta qushlar bilan birga parvoz qilishga qaror bergan. Oxirgi kuni ertalab u odatdagidan ko'ra boshqacharoq g'ayrat bilan sayyorasini tozalashga kirishdi. Qunt va zo'r hafsala bilan uyg'oq vulqonlarni tozalay boshladi. Sayyorada 2 uyg'oq vulqon bo'lib, ular nonushta tayyorlashga juda ham qulay edi. Bundan tashqari yana bitta so'ngan vulqon ham bor edi, biroq bu so'ngan-ku deb xotirjam yurib bo'lmaydi-da, dedi u. Shu sababdan ham erinmay tozalab chiqqan. Vulqonlarni chinni chiroqdek ozoda qilib tozalasangiz, ular tutuni qurun chiqarmay bir maromda biqirlagancha qaynab yotadi. Albatta biz yerdagi ahli zamin g'oyat kichkina odamlarmiz. Vulqonlarni tozalashga kuchimiz yetmaydi. Shuning uchun ham ular bizga shu qadar ko'p ziyon, zahmat yetkazadi. Kichkina shahzoda baobablarning so'nggi nihollarini yularkan, xiyol g'ussaga ham botdi. Balki endi sirayam bu yerlarga qaytmasman, deb o'yladi. Ammo bu tongning har kungi odatiy yumushlari unga g'ayrioddiy zavq bag'ishlamoqda edi. Ajoyib Feruza Gulni oxirgi bor sug'orib, ustini shisha qalpoq bilan yopib qo'yishga chog'lanarkan, o'pkasi to'lib, hatto yig'lagisi kelib ketdi. "Xayr, yaxshi qoling", dedi u. Gul churq etmadi. "Xayr sizga", deb takrorladi kichkina shahzoda. Feruza Gul yo'talib qo'ydi. Sovuq qotgandan emas, albatta. "Ahmoqlik qilgan ekanman", dedi u nihoyat. "Kechir meni. Baxting yor bo'lsin." Tovushida ta'na dashnomdan asar ham sezilmasdi. Kichkina shahzoda qo'lida shisha qalpoq lolu hayron qotib qolgandi. Bu latofat, bu mehr qayoqdan paydo bo'ldi ekan? "Ha, men seni yaxshi ko'raman. Aybim shundaki, sen buni bilmasding. Bu unchalik muhim ham emas edi aslida, lekin sen ham xuddi mendek tentak eding.
Mayli. Baxtingni top, omadingni bersin. Qalpoqni chetroqqa qo'y. U endi menga kerak emas. Ammo shamol... Yo'q, unchalik shamollamaganman. Tungi shabnam menga naf keltiradi. Axir men gulman-ku. Ammo hayvonlar, hasharotlar... Agar men kapalaklar bilan tanishmoqchi bo'lsam, bir ikkita g'umbakning zulmiga dosh berishim kerak. Kapalaklar chiroyli bo'lsa kerak. Bo'lmasa, endi mening oldimga kim ham kelardi? Sen uzoqqa ketayotgan bo'lsang, hayvonlardan esa qo'rqmayman. Mening ham o'tkir tirnoqlarim bor. U soddadillik bilan to'rtala tikanini ko'rsatdi-da, shunday deb qo'shib qo'ydi. Bo'ldi. Bas. Ortiq cho'zaverma. Bardosh berish qiyin axir. Madomiki ketar bo'lsang, xayr. Yaxshi bor. U o'zining silkinib yig'layotganini kichkina shahzoda ko'rishini istamasdi. Bu judayam mag'rur gul edi. Kichkina shahzodaning sayyorasiga 325, 326, 327, 328, 329 va 330 asteroidlar eng yaqin edi. Shu bois u dastlab ularga tashrif etishga ahd qildi. Ham ermak, ham nimadir o'rganadi. Birinchi asteroidda qirol yashardi. Ipak shohi liboslariga burkangancha u nihoyatda oddiy va ayni paytda ulug'vor taxta savlat to'kib o'tirardi. Mana fuqaro ham kelib qoldi, deb xitob qildi qirol kichkina shahzodani ko'rishi bilan. U meni qayoqdan bilarkin deb o'yladi kichkina shahzoda. Axir umrida birinchi marta ko'rib turibdi-ku. Bilmasdiki, qirollar dunyoga jongina qaraydilar. Ular uchun jamiki odam fuqaro. Yaqinroq kel, qani. Seni bir yaxshilab ko'rib olaychi, dedi qirol nihoyat. Kimgadir qirollik qilish mumkinligidan o'lgudek taltayib. Kichkina shahzoda o'tirishga joy izlab yon-veriga alangladi. Biroq qirolning hashamdor jubbasi butun sayyorani qoplab olgandi. Tik turaverishga to'g'ri keldi. Benihoya qattiq charchaganidan bir payt asta homuza tortdi. Hukmdorlar huzurida esnash mumkin emas, dedi qirol. Men senga esnashni man qilaman. Men to'satdan bilmay qolib, dedi kichkina shahzoda qattiq xijolat tortib. Men uzoq yo'l yurib keldim, uxlaganim yo'q edi. Ha, unday bo'lsa, esnashingga ruxsat beraman, dedi qirol. Ko'p yillar bo'ldi o'zim ham birorta esnagan odamni ko'rmaganimga. Mana hozir rosa qiziqib qoldim. Demak, qani, esna. Buyrug'im shunday, esna. Ammo uyalayapman endi, boshqa qila olmayman, deya g'o'ldiradi kichkina shahzoda va qip-qizarib ketdi. Unda senga buyruq shu. Goh esna, goh... Qirol gapini chalkashtirib hatto bir muncha ranjigandek ham bo'ldi. Chunki qirol uchun eng muhimi o'ziga so'zsiz itoat qilinishi edi. U itoatsizlik va shaqqoqlikka toqat etolmasdi. Chunki mutlaq hukmdor edi. Biroq u g'oyat oqko'ngil va shu vajdan faqat oqilona farmoyishlargina berardi. Agar men generalimga dengizdagi oq chorloqqa aylanasan deb amr etsam-u, general buyrug'imni bajarmasa, derdi u. Bu uning emas, mening aybim bo'ladi. O'tirsam maylimi? Deya bo'shashibgina so'radi kichkina shahzoda. Amr etaman, o'tir, deb javob berdi qirol va viqor bilan hashamdor jubbasining bir etagini picha yig'ishtirdi.
Lekin kichkina shahzoda hayron edi. Sayyora-ku shunday jimit ekan. Qirol kimning ustidan hukmdorlik qiladi? A'lo hazratlari, deb so'z boshladi u. Bir narsa so'rasam maylimi? Amr etaman, so'ra, dedi qirol shosha-pisha. A'lo hazratlari, siz kimning, nimaning ustidan hukmronlik qilasiz? Hammasining, deb javob berdi qirol oddiygina qilib. Hammasining? Qirol kamtarona bir harakat bilan o'z sayyorasiga, shuningdek tevarakdagi boshqa barcha yulduz va sayyoralarga ham ishora qildi. Siz shularning hammasiga hukmdorlik qilasizmi? deb qayta so'radi kichkina shahzoda. Ha, deb javob qaytardi qirol. Zero uchundan ham qonuniy mutlaq hukmdor bo'lib hech qanday to'siq va cheklanishlarni bilmasdi. Yulduzlar ham sizga bo'ysunadimi? deb so'radi kichkina shahzoda. Bo'lmasam-chi, dedi qirol. Yulduzlar bir zumda bo'ysunadi. Men itoatsizlikka chidab tura olmayman. Kichkina shahzoda benihoya hayratga tushdi. Qaniydi uning shunday qudrati bo'lsa edi, quyosh botishini to'yib tomosha qilardi. Kuniga 42 marta emas, balki 72, 100, hattoki 200 marta g'urubni termilarkan, kurschasini nari-beri qo'zg'atishga ham hojat qolmasdi. Birdaniga u o'zi tark etgan sayyorasini eslab g'ussaga cho'mdi. Birozdan keyin jur'at to'plab, men quyosh botishini tomosha qilmoqchi edim. Bir marhamat qiling, quyosh botsin deb farmon bering, dedi. Bordu-yu men birorta generalimga kapalak bo'lib guldan gulga uchib yurishni yoki fojiaviy asar yaratishni yoki bo'lmasa oqchorloqqa aylanishni buyursam-u, general buni bajarmasa, kim aybdor bo'ladi? Menmi, umi? Siz, a'lo hazratlari, deya bir lahza ham ikkilanmay javob qildi kichkina shahzoda. Mutlaqo to'g'ri, deb tasdiqladi qirol. Har kimdan qurbi yetadigan narsani talab qilish kerak. Hokimiyat eng avvalo oqilona bo'lishi lozim. Agar xalqingga dengizga tashlashni buyursang, u isyon ko'tarib, inqilob qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham men so'zsiz itoatni talab eta olaman. Chunki amr farmonlarimning barchasi oqilonadir. Quyoshchi, quyosh botishi nima bo'ladi endi? deb so'radi kichkina shahzoda. U to savoliga javob olmaguncha tinchimas edi. Quyosh botadi, shoshmay tur. Men bu haqda tegishli buyruq beraman, ammo oldin qulay vaziyat yetishini kutib turaman. Zero hukmdorlik hikmati ham mana shunda. Xo'sh, qulay vaziyat qachon yetiladi? deb surishtirdi kichkina shahzoda. Hozir, deya qalin kalendarni titklay boshladi qirol. Qulay vaziyat mana bugun kechqurun soat 7 dan 40 minut o'tganda yetiladi. Amr farmonimning qanchalik so'zsiz bajarilishini ko'rasan ana shunda. Tushundingmi? Kichkina shahzoda tag'in esnadi. Afsus, bu yerda g'urubni istagan vaqtingda tomosha qila olmas ekansan. Ochiqni aytganda, u endi zerika boshlagandi. Men boray, dedi u qirolga. Boshqa qiladigan ishim ham qolmadi. Yo'q, ketma, dedi qirol. U o'ziga fuqaro topib olganidan nihoyatda xursand edi va undan ayrilishni sira istamasdi. Qol, men seni ministr etib tayinlayman. Qanaqa ministr? Bor, ana adliya ministri bo'la qol. Ammo bu yerda sud qiladigan birorta ham odam yo'q-ku. Kim biladi deysan? deb e'tiroz bildirdi qirol. Axir men hali butun qirolligimni sinchiklab ko'zdan kechirib chiqmaganman-da. Ko'rib turibsan, ancha qarib qolganman. Arava qo'yadigan joyim yo'q.
Yayov yurishga esa chog'im kelmaydi. Kichkina shahzoda asta egilib sayyoraning narigi chekkasiga nazar tashladi. Men allaqachon sinchiklab qarab chiqdim deb xitob qildi u. U yoqda ham hech zog' yo'q. Unday bo'lsa o'zingni o'zing sud qila qol, dedi qirol. Bu dunyodagi eng og'ir ish. O'zingni tergash, sud qilib hukm chiqarish o'zgalarni sud qilishdan ko'ra 1000 karra qiyinroq. Agar o'zingni to'g'ri sud qila bilsang, demak chindan ham donishmand odam bo'lib chiqasan. O'zimni istagan joyda sud qila olaman, dedi kichkina shahzoda. Buning uchun huzuringizda qolishimga aslo hojat yo'q. Dedi qirol chaynalib. Nazarimda sayyoramning allaqaysi yerida bir qari kalamush yashasa kerak. Kechasilari bir balolarni qitirlatib yurganini eshitaman. Mana shu kalamushni sud qilsang ham bo'laveradi. Vaqti bilan uni o'limga hukm qilib turasan. Uning hayot mamoti senga bog'liq bo'ladi. Ammo har safar keyin uni afv etish lozim. Bu qari kalamushni asrab avaylash kerak. Axir o'zi bor yo'g'i bitta. Men birovlarni o'limga hukm qilishni yoqtirmayman, dedi kichkina shahzoda. Umuman mening ketar vaqtim bo'ldi. Yo'q, bilaman, deb e'tiroz bildirdi qirol. Kichkina shahzoda yo'lga ravona bo'lmoqchi edi-yu, lekin keksa hukmdorni xafa qilishni istamasdi. Agar A'lo hazratlari av farmonlarining so'zsiz bajarilishini xohlasalar, dedi u, u holda menga hozir oqilona farmoyish berishlari lozim. Masalan, siz menga bir lahza ham hayallamay yo'lga tushishni buyurishingiz mumkin. Sezishimcha, buning uchun nihoyat qulay shart-sharoit mavjud. Qirol indamadi. Kichkina shahzoda xiyla kutib turdi-da, asta xo'rsinib yo'lga tushdi. Seni elchi qilib tayinlayman, deb qichqirdi qirol uning ortidan shosha-pisha. Shu topda u go'yo umrida uning gapini birov ikki qilmagandek mamnun va xotirjam ko'rinardi. G'alati xalqda bu kattalar, deb qo'ydi kichkina shahzoda o'zicha. Yo'lida davom etarkan. Ikkinchi sayyorada shuhratparast yashardi. Ana, muxlis ham kelib qoldi, deb xitob qildi u kichkina shahzodani uzoqdan ko'rishi bilan. Axir izzat talab odamlarga hamma ularning muxlisi bo'lib ko'rinaveradi-da. Salom, dedi kichkina shahzoda. Shlyapangiz juda ham antiqa ekan. Bu ta'zim bajo keltirishga, deb tushuntirdi shuhratparast. Meni olqishlashgan paytda ta'zim bajo aylashim lozim. Baxtga qarshi bu yoqqa biror kimsa qadam ranjida qilmayapti. Shundaymi, deb qo'ydi kichkina shahzoda. U hech narsani tushunmagandi. Bir chapak chalgin, dedi shuhratparast unga. Kichkina shahzoda kaftlarini bir-biriga urib chapak chaldi. Shuhratparast shlyapasini boshidan olib tavoze bilan ta'zim qildi. Qari qirolning yurtidan ko'ra bu yer qizaloq ekan, deb o'yladi kichkina shahzoda va tag'in chapak chaldi. Shuhratparast yana shlyapasini boshidan olib ta'zim bajo keltirdi. 5 daqiqacha shu taxlitda qarsak ta'zimdan so'ng kichkina shahzoda bundan ham zerikdi. Nima qilsa shlyapangiz boshingizdan uchib tushadi, deb so'radi u. Ammo shuhratparast bu gapni eshitmadi. Izzatalab odamlar maqtovdan boshqa hamma narsaga kar bo'lishadi-da. Sen rostdan ham mening chin muxlisim bo'lasanmi? deb so'radi u kichkina shahzodadan. Muxlis bo'lish degani nima? Muxlis bo'lish degani bu sayyorada mening eng go'zal, eng bashang, hammadan boy va hammadan ham aqlli ekanimni tan olish demakdir. Lekin sayyorangda o'zingdan boshqa zog' ham yo'q-ku. Baribir kel, menga bir yaxshilik qil, yayrab qolay. Meni bir maqtagin. Maqtashga-ku maqtayman-a, dedi kichkina shahzoda xiyol yelka qisib. Ammo bundan senga nima naf? Shunday deb shuhratparastni ham asta tark etdi.
Haqiqatdan ham kattalar juda g'alati xalqda deb o'yladi yo'lga tushar ekan soddalik bilan. Keyingi sayyorada piyonista yashardi. Kichkina shahzoda u yerda ko'p bo'lmadi. Biroq shu qisqa vaqt ichidayoq yuragi g'ash tortib chiqdi. U sayyoraga qadam qo'yganida piyonista oldidagi bo'sh va to'la shishalar safiga jimgina tikilib o'tirardi. "Nima qilyapsan?" deb so'radi kichkina shahzoda. "Ichayapman", dedi piyonista xo'mrayib. "Nega?" "Unutmoqchiman." "Nimani?" deb so'radi kichkina shahzoda piyonistaga rahmi kelib. "Shu ishimning uyatligini", dedi piyonista tan olib va boshini qo'yi solib. "Qaysi ishing?" deb so'radi kichkina shahzoda boyaqishga yordam berishni jon dilidan istab. "Ichishim uyat", dedi piyonista va qaytib og'iz ochmadi. Anchadan so'ng kichkina shahzoda lolu hayron bo'lib tag'in yo'lga tushdi. "Ha, shubhasiz kattalar juda g'alati xalq", deb xayolidan kechirdi, yo'lida davom etarkan. 4-chi sayyora korchalon odamga qarashli edi. U shu qadar band ediki, kichkina shahzoda huzuriga kirib kelganida hatto bosh ko'tarib ham qaramadi. "Salom", dedi kichkina shahzoda. "Papirosingiz o'chib qolibdi." 2 ga 3 5, 5 ga 7 12, 12 ga 3 15. Salom. 15 ga 7 22, 22 ga 6 28. Gugurt chaqishga ham vaqt yo'q. 26 ga 5 31. Jami demak kim 501,622,731. Nima u? 501 million. Hali ham shu yerda turibsanmi? Nimaligini bilmay ham qoldim. Ishim shu qadar ko'pki, men jiddiy odamman. Valaqlashib o'tirishga vaqtim yo'q. 2 ga 5 7. Nima u? 500 million, deb takrorladi kichkina shahzoda. U biror narsa haqida so'rarkan, to javob olmaguncha tinchimasdi. Korchalon odam boshini ko'tardi. 54 yildan beri shu sayyorada yashayman. Shuncha vaqt mobaynida menga bor yo'g'i 3 marta xalaqit berishdi. Birinchi gal 22 yil muqaddam qayoqdandir bir tilla qo'ng'iz uchib kelib qolganida shunday bo'lgandi. U shunaqangi shovqin solib vizilladiki, men beixtiyor qo'shuvda 4 ta xato qilib qo'ydim. Ikkinchi gal esa 11 yil burun birdaniga meni bot tutib qoldi. Ha deb qadalib o'tiravergandan keyin meni sayr tomosha qilib yurishga fursatim yo'q. Men jiddiy odamman. Uchinchi gal mana endi demak jami bo'lish kerak edi 500 million nima axir? Korchalon odam javob bermasa qutulmasligini payqadi. 500 million bu haligi borku, har zamonda osmonda ko'rinib qoladigan. Nima ekan u? Pashshami? Yo'g'a, borku, kichkina, yaltiroq. Arimi? Yo'g'a, mitti tilladek charaqlaydi. Istagan tentak unga boqishi bilan xayol qochib ketadi. Men jiddiy odamman. Xayol surishga aslo vaqtim yo'q. Ha, yulduzlarmi? Topding yulduzlar. 500 million yulduz degan nima qilasan ularni? 500 million 622,731. Men jiddiy odamman, aniqlikni yoqtiraman. Xo'sh, shuncha yulduzni nima qilasan? Nima qilasan deysanmi? Ha?
Hech narsa qilmayman. Men ularga egalik qilaman xolos. Yulduzlarga egalik qilasanmi? Ha. Lekin men yo'lda bir qirolni ko'rdim. U qirollar hech kimga egalik qila olmaydi. Ular faqat hukmronlik qiladi. Bu butunlay boshqa narsa. Yulduzlarga egalik qilishning senga nima keragi bor? Boy bo'lish uchun-da nimaga bo'lardi? Boy bo'lishning nima keragi bor? Boy bo'lish kimdir yangi yulduz kashf etsa, ularga ham egalik qilish uchun kerak. Bu ham xuddi boyaga piyonistaga o'xshab fikrlayapti, deb ko'nglidan o'tkazdi kichkina shahzoda va yana so'roqni davom ettirdi. Yulduzlarga qanday egalik qilish mumkin? Yulduzlar kimniki? Deb so'radi Korchalon ensasi qotib. Bilmadim, hech kimniki. Demak meniki bo'ladi, chunki men buni birinchi bo'lib o'ylab topdim. Shuning o'zi basmi? Albatta. Aytaylik, ko'zadan olmos topib olsang-ku, egasi bo'lmasa, u seniki bo'ladi. Agar miyangga to'satdan biron bir fikr kelib qolsa, darrov unga patent olasan. U endi butkul seniki. Men yulduzlarga shuning uchun ham egalik qilamanki, mengacha hech kim ularga egalik qilishni xayoliga ham keltirmagan. To'g'ri, dedi kichkina shahzoda. Har qalay aytchi, sen ularni nima qilasan? Ular ustidan hukmimni yurgizaman, dedi Korchalon. Tinimsiz sanab turaman. Bu juda ham qiyin ish. Ammo men jiddiy odamman. Biroq kichkina shahzodaga bu izoh kifoya qilmadi. Deylik mening shoh ro'molcham bo'lsa, uni bo'ynimga o'rab o'zim bilan olib ketishim mumkin, dedi u. Mabodo mening bir gulim bo'lsa, uzib olib ketishim mumkin, lekin sen yulduzlarni o'zing bilan birga olib keta olmaysan-ku. To'g'ri, ammo men ularni bankka qo'yishim mumkin. Qanday qilib? Mana bunday qilib, qog'ozga qancha yulduzim borligini yozib chiqaman-da, keyin shu qog'ozni tortmaga solib quflab qo'yaman. Bo'ldimi shu bilan? Shuning o'zi kifoya. Qiziq-a, deb o'yladi kichkina shahzoda. Hatto shoirona ham. Ammo unchalik jiddiy ish emas. Nima jiddiy, nima nojiddiy buni kichkina shahzoda kattalar singari emas, o'zicha tushunardi. Mening feruza gulim bor. Uni har kuni ertalab sug'oraman, dedi u. 3 ta vulqonim bor. Har haftada ularni tozalab turaman. Bittasi so'ngan, uni ham tozalayman. Har ehtimolga qarshi. Gulimga ham, vulqonlarimga ham mening ularga egalik qilishimdan naf bor. Yulduzlarga esa sening ularga egaligingdan zig'irdek ham naf yo'q. Korchalon nimadir demoqchi bo'lib og'iz juftladi-yu, biroq javob topa olmadi. Kichkina shahzoda yo'liga jo'nadi. Yo'q. Kattalar chindan ham nihoyatda antiqa xalq, deya soddalik bilan ko'nglidan kechirdi u yo'lida davom etarkan. 5-sayyora juda g'aroyib edi. U boshqa sayyoralarning hammasidan kichkina bo'lib, sathiga bor yo'g'i bitta fonus chiroq bilan charog'bon joylashgan. Kichkina shahzoda bepoyon koinot qa'rida garddek bo'lib ketgan, na birorta uy, na birorta tirik jon bo'lgan bu mitti sayyorada chiroq bilan chiroqbonning nima keragi borligini mutlaqo tushuna olmadi. Ehtimol bu odam ham tentakdir, ammo u qirol, shuhratparast, pianista va Korchalon singari tentak emas. Uning ishida har qalay ma'no bor. U fonusini yoqqan paytda go'yo yana bir yulduz chaqnagandek yoki yana bir gul ochilgandek bo'ladi. Chiroqni o'chirgan paytda esa go'yo yulduz so'ngandek yoki gul so'lgandek bo'ladi. Juda ham ajoyib mashg'ulot ekan. Bu chinakamiga foydali bo'lsa kerak, chunki go'zal ish.
sayyoraning ro'parasiga yetib kelgach, u ehtirom bilan Charog'bonga ta'zim qildi. "Salom", dedi u. "Nega hozir chirog'ingni o'chirding?" "Shart shunday", deb javob berdi Charog'bon. "Salom. Qanaqa shart? Chiroqni kechqurun o'chirishim kerak. Oqshoming xayrli bo'lsin." U shunday deb chiroqni yana yoqdi. "Unday bo'lsa, nega tag'in yoqding?" "Shart shunday", deb takrorladi Charog'bon horg'in. "Tushunmadim", dedi kichkina shahzoda tan olib. "Tushunadigan narsaning o'zi yo'q", dedi Charog'bon. "Shart bo'lgandan keyin bajarish kerak. Salom." Shunday deb chiroqni o'chirdi-da, qizil katakli ro'molcha bilan peshonasini artib, "Kasbim juda og'ir", dedi. Bir paytlar buning ma'nosi bor edi. Chiroqni kechqurun yoqardim, ertalab o'chirardim. Ixtiyorimda dam olishga bir kun, uxlashga bir kecha qolardi. Xo'sh, keyin shart o'zgarib qoldimi? Shart o'zgarmadi, dedi Charog'bon. "Hamma balo shunda-da. Mening sayyoram kundan kunga tezroq aylanmoqda. Shart esa hamon o'sha eskiligicha qolyapti." "Endi nima qilasan?" deb so'radi kichkina shahzoda. "Nimayam qilardim. Sayyora bir daqiqa ichida to'la aylanib chiqadi. Nafas rostlashga bir soniya ham fursatim qolmaydi. Chiroqni har daqiqada yoqib o'chirishga majburman." "Ana xolos. Rosa qiziq-ku. Demak, sening sayyorangda kunning uzunligi bor yo'g'i bir daqiqa ekanda." "Nimasi qiziq ekan buning?" dedi Charog'bon e'tiroz bildirib. "Mana hozir ikkalamiz bir oydan buyon gaplashib turibmiz." "Bir oydan buyon? Hada, 30 daqiqa, 30 kun. Oqshoming xayrli bo'lsin." U shunday deya yana chiroqni yoqdi. Kichkina shahzoda Charog'bonga tikilib qoldi. Ahdiga sodiq bu odam unga hammadan ko'ra ko'proq yoqqandi. Bir paytlar o'zining quyosh botishini yana bir marta tomosha qilish uchun kursichani nari-beri surib yurganlari yodiga tushib ketdi-yu, bu yangi do'stiga yordam bergisi keldi. "Menga qara", dedi u Charog'bonga. "Bir yo'li bor. Sen xohlagan paytingda dam olishing mumkin, faqat mening doim dam olgim keladi", dedi Charog'bon. "Ahdga sodiq qolib ham dangasa bo'lish mumkin-da axir. Sening sayyorang shunchalik kichkinaki", deb davom etdi kichkina shahzoda. 3 xatlab uni aylanib chiqishing mumkin. Bilasanmi, shunday tezlik bilan yurishing kerakki, quyosh hamisha sen tarafda bo'lishi lozim. Qachon dam olging kelsa, ketaversan. Shunda kunning uzunligi sen xohlagancha davom etadi." "Buning foydasi kam", dedi Charog'bon. "Men dunyoda hamma narsadan ham ko'ra uyquni yaxshi ko'raman." "Unda ahvoling chatoq", dedi kichkina shahzoda achinib. "Ahvolim chatoq", deb tasdiqladi Charog'bon. "Salom", shunday deb tag'in chiroqni o'chirdi. "Ana odam", dedi kichkina shahzoda o'zicha yo'lida davom etarkan. Hoynahoy qirol ham, shuhratparast piyanista ham, karchalon ham undan nafratlangan bo'lurdi. Ammo menimcha ularning orasida eng rasosi shu. Ehtimol faqat o'zi haqidagina o'ylamasligi uchun ham u shunaqadir. Kichkina shahzoda asta xo'rsindi. "Mana men do'st tutinishim mumkin bo'lgan odam", deb o'yladi yana. Lekin uning sayyorasi shu qadar kichkinaki 2 kishi sig'maydi. Bu ajoyib sayyoraga boshqa bir sabab tufayli ham achinayotganini tan olmoqqa u botina olmadi. Bu yerda 24 soat mobaynida quyosh botishini 1440 marta tomosha qilish mumkin edi. 6-sayyora avvalgisidan 10 barobar katta edi. Unda
yostiqdek kitoblar yozadigan chol yashardi. Ana buni qaranga, sayyoh keldi deb xitob qildi u kichkina shahzodani ko'rib. Kichkina shahzoda nafas rostlash uchun stol yoniga o'tirdi. Benihoya ko'p yo'l yurib, obdon charchagan edi. "Qayerdansan?" deb so'radi chol. "Bu katta kitobingiz nimasi?" deb so'radi kichkina shahzoda. "Bu yerda nima qilib o'tiribsiz?" "Men geografman", dedi chol. "Geograf? Geograf degani nima?" "Bu degani daryoyu dengizlarning, shahar va tog'larning, cho'li biyobonlarning qayerda joylashganini biladigan odam." Zo'r ekan, dedi kichkina shahzoda. Chindan ham mana buni haqiqiy ish desa arziydi. U shunday deb geografning sayyorasiga nazar tashladi. U umrida hech qachon bunday katta sayyorani ko'rmagan. "Sayyorangiz juda ham chiroyli ekan", dedi u. "Aytingchi, okeanlar bormi bu yerda?" "Bunisini bilmadim", dedi geograf. Dedi kichkina shahzoda hafsalasi pir bo'lib. "Tog' bormi, tog'?" "Bilmayman", dedi geograf. "Shaharlar, daryolar, sahrolarchi?" "Buni ham bilmayman." "Axir siz geografsiz-ku?" "Bo'lmasa-chi", dedi cholvaqor bola. "Gap shunda-da, men sayyoh emas, geografman. Menga sayyohlar juda yetishmaydi. Chunki shaharlar, daryoyu tog'lar, dengiz va okeanlarni, cho'l va biyobonlarni geograflar hisoblab qayd etmaydi. Geograf bu katta odam. Uning sang'ib yurishga vaqti yo'q. U o'z kabinetidan chiqmaydi, ammo sayohatchilarni qabul qilib, ularning hikoyalarini yozib oladi. Agar ularning birortasi qiziqroq voqeani aytib bersa, geograf hujjat to'plab, shu sayyohning bema'ni odammi yoki betayinligini nima qiladi? Tekshiradi. Nima uchun? Chunki sayyoh aldab uydirmalarni so'zlagan bo'lsa, geografiya darsliklari chalgashib ketadi. Agar u ko'proq ichadigan bo'lsa, tag'in tashvish ortdi deyaver. Bo'lmaydi. Nega? Negaki piyonistalarning ko'ziga hamma narsa ikkita ko'rinadi. Uning gapiga ishonib, geograf bitta tog'ni ikkita deb yozib qo'yishi mumkin. Men bir odamni bilardim. Undan yomon sayyoh chiqardi, deb qo'ydi kichkina shahzoda. Bo'lsa bordir. Xo'sh, shunday qilib agar sayyoh bema'ni odam bo'lib chiqsa, keyin uning kashfiyoti tekshiriladi. Qanday tekshiriladi? Borib ko'rib kelinadimi? Yo'q, bu juda ham murakkab ish. Shunchaki sayyohdan kashfiyotini tasdiqlaydigan ashyoviy dalil talab etiladi xolos. Masalan, agar u ulkan bir tog'ni kashf etgan bo'lsa, undan katta xarsang toshlarni olib kelib ko'rsatishi kerak. Geograf birdaniga hayajonga tushdi. Aytmoqchi, o'zing ham sayyohsan-ku, hoynahoy g'oyat uzoqdan kelgandirsan. Menga o'z sayyorang haqida gapirib ber. Geograf oldidagi qalin daftarini ochdi-da, qalam yona boshladi. Sayyohlarning hikoyalari avval qalamda yozib olinadi. Kashfiyotni tasdiqlaydigan ashyoviy dalil keltirgachgina ularning xotiralarini siyoh bilan yozish mumkin. Qulog'im senda, dedi geograf. Mening sayyoramda unchalik qiziq narsa yo'q, dedi kichkina shahzoda. U yerda hamma narsa nihoyatda kichkina. 3 ta vulqon bor, 2tasi uyg'oq, bittasi allaqachon so'ngan, lekin bilib bo'lmaydi-da. Ha, bilib bo'lmaydi, deb ma'qulladi geograf. Keyin mening bir gulim bor. Gulni hisobga olmaymiz, dedi geograf. Nimaga? Axir u juda ham chiroyli-ku. Chunki gullar efemer sanaladi. Efemeringiz nimasi?
Jo'g'rofiya kitoblari dunyodagi eng qimmatbaho kitoblardir deb tushuntirdi chol. Ular hech qachon eskirmaydi, zero tog'ning o'z o'rnidan qo'zg'alishi kamdan kam uchraydigan hodisa yoki okeanning qurib qolishi. Biz faqat mangu va turg'un narsalar xususidagina yozamiz. Biroq so'ngan vulqon qaytib uyg'onishi mumkin-ku, deb uning gapini bo'ldi kichkina shahzoda. Efemer degani nima o'zi? Vulqon uyg'oqmi, so'nganmi, buni biz geograflar uchun ahamiyati yo'q, dedi geograf. Muhimi shundaki, u tog' esa o'zgarmaydi. Efemer degani nima? Deb tag'in takrorladi kichkina shahzoda. Bu hademay yo'q bo'ladigan narsa degani. Mening gulim ham hademay yo'q bo'ladimi? Albatta. Mening feruza gulim, mening yagona quvonchim mangu emas ekan, deb anduh bilan shivirladi kichkina shahzoda. U balo qazolardan, ofat va tufonlardan o'zini qanday asraydi? Bor yo'g'i 4 tagina tikanib bo'lsa. Men uni tashlab ketdim, huvullagan sayyoramda yolg'iz o'zi qolgan edi. Shundagina u tark etilgan guliga behad achinib ketdi. Dilini g'ussa chulg'adi, ammo shu ondayoq jur'atini to'plab, "Endi men qayoqqa borsam ekan, nima maslahat berasiz?" deb so'radi. "Yer degan bir sayyora bor. Shunga borib ko'r", deb javob berdi geograf. Uning nufuzi chakki emas. Kichkina shahzoda yo'lga tushdi, ammo fikri yodi sayyorasida qolgan yolg'izgina gulda edi. Shunday qilib u qadam ranjida qilgan 7-sayyora Yer edi. Yer oddiy sayyoralardan emas, bunda 120 ta qirol, 7000 geograf, 900 ming korchalon, 7,5 million pianista, 311 million shuhratparast, xullas jami 2 milliardga yaqin katta odam mavjud. Yerning naqadar kattaligi haqida sizga bir muncha tasavvur bermoq uchun shuni aytish bilangina kifoyalanaman. Elektr kashf etilguniga qadar 6 qit'ada charog'bonlarning 462,511 kishidan iborat ulkan lashkari tutib turilardi. Agar chetdan razm solinsa, bu qoyil maqom bir tomosha bo'lardi. Bu ulkan lashkarning xatti harakatlari go'yo baletdagidek aniq bir qoidaga bo'ysunardi. Sahnaga birinchi bo'lib Yangi Zelandiya va Avstraliyadagi charog'bonlar chiqishardi. Ular chiroqlarni yoqib uxlagani ketishardi. Keyin Xitoy chiroqbonlarining navbati kelardi. O'z raqsini ado etib, ular ham parda ortiga g'oyib bo'lishardi. Ulardan so'ng Rossiya va Hindiston charog'bonlariga gal tegardi. Keyin esa Afrika va Yevropa, undan so'ng Janubiy Amerika va nihoyat Shimoliy Amerikadagi charog'bonlarning navbati yetardi. Shu tariqa hech kim hech qachon adashib ketmas, hamma sahnaga o'z vaqtida chiqardi. Bu chindan ham qoyilmaqom tomosha edi. Faqat Shimoliy qutbdagi yagona fonusni yoqishi lozim bo'lgan charog'bon bilan uning Janubiy qutbdagi hamkasbiga hammadan ham maza edi. Ikkalasi ham ortiqcha tashvish taraddudsiz yashardi. Ular o'z hunarini yilda 2 martagina ko'rsatardi. Xolos. Ba'zan haddan tashqari suxandonlik qilgin kelib qolganda, ozmi ko'pmi mubolag'a qilasan kishi. Mana men ham charog'bonlar haqida so'zlay turib, haqiqatga bir muncha xilof ish tutdim. Ish qilib sayyoramizni yaxshi bilmaydiganlarda u haqda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasa bas. Aslida odamlar yer yuzida unchalik ko'p joyni egallamaydi. Agar unda istiqomat qiladiganlar 2 milliard odam to'planib xuddi mitingdagidek yelkama-yelka tursa, ular ortiqcha qiynalib netmay uzunasiga kengligi 20 mil keladigan maydonga bemalol joylashgan bo'lardi. Butun insoniyatni
Tinch okeanidagi tangadekkina orolchaga ham sig'dirib yuborish mumkin. Kattalar albatta bu gapingizga ishonmaydilar. Ular o'zlarini juda ko'p joyni egallaydigan chog'laydilar. O'zlarini xuddi baobablardek bahaybat va ulug'vor hisoblaydilar. Siz shunda ularga aniq hisob-kitob qilish taklifini o'rtaga qo'ying. Bu gap ularga ma'qul bo'ladi, axir ular raqam desa o'lib qolishadi-ku. Siz esa bu bo'lmag'ur arifmetika bilan boshingizni qotirib yotmang. Uning sariq chaqalik ham foydasi yo'q. Bilaman, siz shundoq ham menga ishonasiz. Alqissa kichkina shahzoda yerga tushgach, atrof javonibda biror tirik jonni ko'rmay behad hayron bo'ldi. Hatto adashib boshqa sayyoraga kelib qoldimmikan degan xayolga ham bordi. Biroq shu payt oyog'i ostida qum uzra kulcha bo'lib yotgan allaqanday kulrang narsa qo'zg'alib qo'ydi. "Salom", dedi kichkina shahzoda har ehtimolga qarshi. "Salom", deb javob berdi ilon. "Men qanday sayyoraga kelib qoldim?" "Yerga", dedi ilon. "Afrikada turibsan hozir." "Shunaqami? Nima, yerda odam yashamaydimi?" "Bu joy sahro, sahroda hech kim yashamaydi, ammo yer katta." Kichkina shahzoda tosh ustiga o'tirib osmonga tikildi. "Qani endi yulduzlarning nega charaqlashini bilsam", dedi u o'ychan ohangda. Chamasi ular ertami kechmi har kim o'z yulduzini topib olishi uchun charaqlab tursa kerak. "Ko'ryapsan, ana mening sayyoram shundoqqina tepamizda, ammo u qanchalik uzoqda. Chiroyli sayyora ekan", dedi ilon. "Yerga nega kelding? Nima qilasan bu yerda?" "Men Feruza gulim bilan urushib qoldim", deya iqror bo'ldi kichkina shahzoda. Shunday degin. Ikkov ham jimib qoldi. "Odamlar qayoqda odamlar?" deb tag'in so'radi nihoyat kichkina shahzoda. "Sahroda har qalay o'zingni yolg'iz his qilarkansan kishi. Odamlar orasida ham o'zingni yolg'iz sezaverasan", deb qo'ydi ilon. Kichkina shahzoda unga sinchiklab tikildi. "G'alati jonivor ekansan", dedi u. "Yo'g'onliging barmoqdek keladi-yu, ammo men qirolning barmog'idan ko'ra ko'proq qudratga egaman", deb e'tiroz bildirdi ilon. Kichkina shahzoda kulimsiradi. "Nahotki sen shu qadar qudratli bo'lsang, loaqal panjang ham yo'q-ku. Sen hatto sayohat qilishga ham yaramaysan. Men seni birorta kema eltolmaydigan olis manzillariga olib ketishim mumkin", dedi ilon. So'ng kichkina shahzodaning boldiriga halqa bo'lib chirmashdi. "Kimgaki tegsam, uni asliga tuproqqa aylantiraman", dedi u. "Ammo sen yulduzdan tushib kelgansan, yulduzdek poksan." Kichkina shahzoda indamay turaverdi. "Senga rahmim keladi", deya davom etdi ilon. "Tosh metin bu zaminda sen shu qadar zaif, ojizsanki. Yodingda bo'lsin, qachonki olisda qolgan sayyorangni eslab yuraging g'ussaga to'lsa, men senga yordam qilishim mumkin." "Men gapingni juda yaxshi tushundim", dedi kichkina shahzoda. "Ammo nega doim jumboq bilan so'zlaysan?" "Men hamma jumboqlarni hal etaman", dedi ilon. Ikkalasi tag'in jimib qolishdi.